5 vaqt namozdan 7tadan o'qib tursa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muhammad ibn Bakri degan bir zot o'tganlar. Muhammad ibn Bakri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'p tushida ko'rar ekan. Imom Shibli rahmatullohi alayhi bir kuni kelsalar, o'rnlaridan turib ta'zim qilib hurmat qildilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi. Hurmat qiluvdilar. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishiga aytgan ekanlar-da, "Ey Muhammad ibn Bakri, seni huzuringga ertaga jannat ahlidan bo'lgan bir odam kiradi, shuni hurmat qil" debdilar. Imom Shibli kirib keldilar. Hurmat qilib ta'zim qiluvdilar. So'radilar: "Siz nima ish qilasiz ko'proq? Nima ibodat qilasiz?" dedilar. "Ibodatim yo'q. Imom Shibli avliyo, Xudoning do'sti. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi aytibdilar. Meni ibodatim ko'ppasu, shu namozdan keyin sura Tavbadagi laqad ja'akum 2 oyat bor-ku, shuni har kuni muhabbat bilan o'qib qo'yaman" debdilar. Ertasiga tushlarda yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi: "Ya Rasululloh, kecha Imom Shibli bilan ko'rishdim. Bu kishi nima ish qiladi, nima ibodati o'zlariga ma'qul?" desalar, aytibdilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Imom Shibli har kuni namozdan keyin laqad ja'akum Qur'ondagi sura Tavbaning oxirgi oyatini o'qib qo'yadi. Juda rohatlanaman Imom Shiblining shu qilayotgan ishidan" dedi. "Man dawama ala هاتين الآيتين كل يوم 41 مرة ظهرت له أسرار من العجائب ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم" deb qo'yganlar demashida. Bir odam sura Tavbaning oxirgi oyatini har kuni o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 tadan o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 donadan, Alloh u bandaga shunaqa sirlarni oshkor qiladiki, o'zi bilmagan sirlarni Alloh oshkor qiladi-da, u sirlardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushida albatta ko'radi.